Sharqi Turkistonda baloyi ofatni og'irlashtirgan Covid'ni nolga tushirish siyosati oyoqlashgandan keyin Xitoy bu rayonning sayohatchiligini gullantirish orqali iqtisodni texnik taraqqiy qildirish va gullangan Shinjang tashviqotini qilishga yo'l yo'riq bergan edi. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 8-oyning 30-kuni bir doklad e'lon qilib, navbatda bir qism g'arb sayohat shirkatlarining Xitoy hukumatining vaziyatni normallashtirish siyosatini qo'llash yuzidan Uyg'ur rayoniga sayohatchi aparmoqchi bo'lganligini, ammo Xitoyning jinoyati davomlashayotgan, Uyg'urlarning kimligi va hamma narsasi yo'qolayotgan bu vaziyatda u joyga sayohatga berishning jinoyatga ko'z yumish emas, Xitoyga yordam berish bo'lganligini o'ttirib qo'ygan hamda Uyg'ur rayoniga sayohatga berishni to'xtatishga chaqirgan. Xitoyning Sharqi Turkistondagi erkak qirg'inchilik jinoyatining asosiy nishonlaridan bo'lgan yosh o'smirlar yasli va maktablarda ming yuyish ma'rifining ziyonkashligiga uchragandan sirt, maktab sirtida har xil sinov turlariga qatnashtirilib, xitoylashish va qizillashishga majburlanmoqda. Xitoyning Sharqi Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining 28 avgustdagi xabaridan ma'lum bo'lishicha, Sharqi Turkistondagi atalmish Kommunistik yoshlar ittifoqi yaqinqi bir necha yil mobaynida ochiq yo'riq bola yosh o'smirlar oilasi turi degan nom bilan ming yuyish, assimilyatsiya qilish, kommunistik ideyasini singdirishni maqsad qilgan turli faoliyatlarni o'ttirib chiqargan. Yaponiya hukumati Fukushimada yadro elektr stantsiyasidan saplashtirilgan radioaktivlik suv qo'yib bergandan keyin Xitoyning Yaponiyaning barliq dengiz mahsulotlarini import qilishni cheklash qaroriga qarata Dunyo savdo tashkilotiga arz sunishi mumkinligi o'ttirg'a qo'yildi. Xitoyni ziyorat qilayotgan Amerika savdo ministri Gena Raimondo Beijingdan Shanxayga boradigan tez poyezdda muxbirlarning savoliga javob berib, Amerika shirkatlarining hozir Xitoyni mablag' solg'ili bo'lmaydigan davlatga aylanib qoldi deb qaraydiganligini, chunki Xitoy hukumatining chet el shirkatlariga to'xtamay jarimani qo'yganligi, to'satdan besib kirib bexatarlik tekshirish qiladiganligini bildirgan. Raimondo mundaq degan: "Men Amerika korxonachilarining Xitoy hozir mablag' solishga mos kelmaydigan davlat, chunki uning xatarchong deganlarini borgan-sir ko'p anglayapman. Shunga bu korxonalar fursat izlab boshqa davlatlarga va boshqa joylarga yuzlanyotidi. U yana Amerikaning Xitoy bilan iqtisodiy bog'ini uzishni xohlamaydiganligini, lekin davlat bexatarligi masalasida murassa qilmaydiganligini ta'kidlagan." Indoneziya soqchilari telefon va internet orqali chegara halqagan muhabbat aldamchiligi sababidan 88 Xitoy fuqarosini qo'lga olganligini e'lon qildi. Aloqador tarmoqlar Xitoy bexatarlik ministrligining uchuridan keyin 5 ayolni o'z ichiga olgan 88 jinoyat gumondorining Batam orolida tutib turilganligi e'lon qilindi. Soqchi bayonotchisi Arsyadning aytishicha, ularning nishonining ko'pinchisi Xitoylar bo'lib, ular ziyonkashlik uchirg'uvchilarning insoniy hissiyotini kontrol qilgandan keyin pul yo'tkashga qiziqtirgan. Angliya tashqi ishlar ministri James Cleverly Londonning Xitoyning strategik va iqtisodiy bexatarligiga bo'lgan andishasi kunsari kuchayotgan bir paytda aloqani saqlab qolish va munosabatda yangi tamponlikni tepishni maqsad qilib Beijingni ziyorat qildi. Beijingda Xitoyning muavin bosh ministri Han Cheng va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgan Cleverly 5 yildan keyin tunji qatam Xitoyni ziyorat qilgan angliyalik tashqi ishlar ministri bo'lib qoldi. Angliyadan oxirgi qatam Theresa May boshchiligidagi konservativlar partiyasi hukumatining tashqi ishlar ministri Jeremy Hunt 2018-yil 7-oyda Beijingni ziyorat qilgan. Rossiya prezidenti Putinning xalqaro jinoiy ishlar sudi qo'lga olish buyruq chiqargandan keyingi tunji ziyaratining Xitoyda bo'ladiganligi, uning oktyabrda Xitoyda o'tkaziladigan bir balvoq bir yo'l munbiri uchun tayyorlik qilayotganligi o'ttirg'a qo'yildi. Putin oldingi hafta Janubiy Afrikada o'tkazilgan Kesak oltin davlatlari boshliqlar yig'iniga mazkur davlatlik hukumatdan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga imzo qo'yuvchi bo'lish sifati bilan Putinning qo'lga olish buyrug'ini ijro qilish kerakligini aniq o'ttirg'a qo'ygandan keyin qatnashmagan edi. U yana Hindiston bosh ministri Narendra Modiga o'zining kelar oyida o'tkaziladigan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'iniga qatnashmaydiganligini aytgan edi.